Agar siz pensiya, nafaqa, subsidiya, kompensatsiya yoki ish joyingizdan qo'shimcha ustama olayotgan bo'lsangiz, 1 iyulgacha hujjatlaringizni tekshirtirib qo'ying. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar avtomatik davom etmaydi. Tizimda tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, odam haqli bo'lsa ham pul vaqtincha to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Men bugun sizga aynan qaysi 4 ta ma'lumotnoma muhimligini, kimlar xavotir olishi kerakligini, kimlarga esa bu masala tegishli emasligini sodda qilib tushuntiraman. Video juda muhim, chunki bu nafaqat pensionerlarga, balki nogironligi bor shaxslarga, farzandi o'qiyotgan oilalarga, boquvchisini yo'qotganlarga va ijtimoiy yordam oladiganlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday eslatmalarni vaqtida ko'rgan odam pulini yo'qotmaydi. Oldin ko'p holatlarda odam bir marta hujjat topshirardi. Keyin yillar davomida to'lovlar davom etaverardi. Masalan, pensioner yolg'iz yashasa, nogironligi bo'lsa, qaramog'ida o'qiyotgan farzandi bo'lsa yoki kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan bo'lsa, ayrim joylarda ma'lumotlar qog'oz hujjat orqali tasdiqlanardi. Mahalla tibbiyot muassasasi, o'quv yurti yoki ish joyidan ma'lumotnoma olinardi. Keyin mas'ul tashkilotga topshirilardi. Hozir esa tartib tobora raqamlashtirilmoqda. Ya'ni davlat organlari ko'p ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshiradi. Bu yaxshi tomoni bilan odamlarni ortiqcha yurtilmasligi kerak. Lekin muammo shundaki, bazadagi ma'lumot eskirgan, notor yoki umuman kiritilmagan bo'lsa, tizim sizning huquqingizni ko'rmaydi. Masalan, siz haqiqatan ham yolg'iz yashaysiz, lekin ro'yxatda uyda boshqa odam ham turgan bo'lishi mumkin. Sizning farzandingiz kunduzgi bo'limda o'qiydi, lekin o'quv yurti ma'lumotni vaqtida yangilamagan bo'lishi mumkin. Sizning nogironlik guruhingiz uzaytirilgan, lekin tibbiy xulosa bazada ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Natijada qo'shimcha to'lov to'xtab qoladi. Shu sababli men 1 iyulgacha, ya'ni yarim yil yakunlanadigan davrgacha eng muhim tasdiqlovchi hujjatlarni tekshirib olishni tavsiya qilaman. Bu degani, hamma odam albatta 4 ta hujjatni olishi shart degani emas. Muhimi, sizga tegishli bo'lgan huquq qaysi hujjat bilan tasdiqlanishini bilish va u hujjat yoki elektron ma'lumot yangilanganiga ishonch hosil qilish. Birinchi muhim ma'lumotnoma bu yashash joyi va oilaviy tarkib bo'yicha ma'lumot. Oddiy tilda aytsam, bu hujjat siz qayerda ro'yxatda turganingizni, kimlar bilan bir manzilda yashashingizni yoki kimlar bilan bir oilada hisoblanishingizni tasdiqlaydi. Bu nima uchun kerak? Chunki ko'plab qo'shimcha to'lovlar aynan oilaviy holatga bog'liq bo'ladi. Yolg'iz pensionerga alohida yordam bo'lishi mumkin. Kam ta'minlangan oilaga ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Uy-joy kommunal kompensatsiyasi oiladagi odamlar soniga qarab hisoblanishi mumkin. Masalan, 72 yoshli opa yolg'iz yashaydi. Unga qo'shimcha yordam chiqishi kerak. Lekin uy manzilda oldin nevarasi ham ro'yxatda qolib ketgan. Nevara aslida boshqa viloyatda yashaydi, ishlaydi, o'z oilasi bor. Tizim esa manzilda 2 kishi ro'yxatda turibdi deb ko'rsatadi. Shunda opa yolg'iz yashovchi sifatida ko'rinmaydi va qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda eng avvalo ro'yxatdagi ma'lumotni tekshirish kerak. Agar ortiqcha ro'yxatda qolgan odam bo'lsa, qonuniy tartibda ro'yxatdan chiqarish yoki haqiqiy yashash holatini tasdiqlash kerak bo'ladi. Yana bir misol. Oila kam ta'minlangan sifatida yordam oladi. Oilada 5 kishi bor, ota, ona va 3 farzand. Lekin elektron ma'lumotda katta farzand alohida ro'yxatda ko'rinadi yoki aksincha. Allaqachon turmushga chiqib ketgan qiz hali ham oilada ko'rinadi. Bu hisob kitobga ta'sir qiladi. Ba'zi to'lovlarda daromad har bir oila a'zosiga bo'linadi. Agar oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, natija ham noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun mahalla, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli ro'yxatga olish organlari orqali oilaviy tarkibni tekshirtirish zarur. Ikkinchi muhim ma'lumotnoma bu daromad yoki ish haqi haqida ma'lumot. Bu ayniqsa subsidiya, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar va ish joyidagi ustamalar uchun muhim. Davlat yoki tashkilot sizga qo'shimcha pul berayotganda ko'pincha sizning daromadingizni tekshiradi. Chunki yordamlar odatda ehtiyojga, daromad darajasiga yoki ish sharoitiga qarab belgilanadi. Masalan, bir oilada ota qurishda ishlaydi. Onaning rasmiy daromadi yo'q, 2 farzand maktabda o'qiydi. Oila bolalar nafaqasiga ariza beriladi. Agar otaning ish haqi bo'yicha ma'lumot soliq bazasida to'g'ri ko'rinsa, hisob-kitob aniq chiqadi. Lekin ish beruvchi ma'lumotni kech topshirgan bo'lsa,
yoki oyma-oy daromad noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, oilaga yordam rad etilishi yoki kamaytirilishi mumkin. Bunda odam mening pulim kamku deb o'ylaydi. Lekin tizimda boshqa raqam ko'rinadi. Yana bir vaziyat. Ayol dekret ta'tilida, lekin oldingi ish joyi bo'yicha ma'lumot hali faol ko'rinadi. Yoki odam ishdan bo'shagan, lekin elektron bazada band sifatida turibdi. Bunday mayda ko'ringan xatolar ijtimoiy to'lovga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun ish joyidan oxirgi 6 oy yoki 12 oy daromad haqida ma'lumot olish, soliq ilovasidagi ma'lumotlarni tekshirish, bandlik holatini aniqlashtirish kerak. Uchinchi muhim ma'lumotnoma bu nogironlik, mehnatga layoqatsizlik yoki parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi tibbiy ma'lumot. Bu hujjat nogironligi bor shaxslar, nogiron bolasi bor ota-onalar, parvarish nafaqasi oladiganlar, ayrim pensiya ustamalari oladiganlar uchun juda muhim. Ko'p odamlar mening nogironligim bor, hamma biladi deb o'ylaydi. Lekin to'lov uchun hamma bilishi yetarli emas. Tizimda amal qilish muddati. Guruh tashxis bo'yicha belgilangan xulosa va qayta ko'rik sanasi to'g'ri turishi kerak. Masalan, fuqaroning 2 guruh nogironligi bor va unga qo'shimcha to'lov beriladi. Tibbiy xulosa 3 uygacha amal qiladi. Agar u qayta ko'rikdan o'tishni kechiktirsa, 1 iyuldan boshlab tizimda hujjat muddati tugagan deb ko'rinadi. Fuqaro keyinroq qayta ko'rikdan o'tib huquqini tiklashi mumkin. Lekin pulning kechikish, qayta hisob-kitob, ariza yozish, navbat kutish kabi muammolar paydo bo'ladi. Ba'zan odam 1-2 oy to'lovsiz qolib ketadi. Shu sababli muddatli tibbiy xulosasi bo'lar 1 iyulni kutmasdan iyun oyining o'zida barcha ko'riklarni yakunlab qo'ygani ma'qul. Nogiron bolani parvarish qilayotgan ota-ona uchun ham vaziyat shunday. Agar bolaning tibbiy hujjati yangilanmagan bo'lsa, parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu oilaga juda og'ir ta'sir qiladi. Chunki bunday oilalarda dori-darmon, reabilitatsiya, yo'l xarajati, maxsus ovqatlanish, parvarish vositalari kabi xarajatlar ko'p bo'ladi. Men bunday oilalarga har doim alohida daftar yuritishni maslahat beraman. Tibbiy xulosa sanasi, qayta ko'rik kuni, poliklinika mas'uli, berilgan yo'llanma, topshirilgan ariza raqami alohida yozib bo'lsin. 4-chi muhim ma'lumotnoma bu o'qish joyidan ma'lumotnoma. Bu hujjat ayniqsa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan farzandlar, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talabalar, qaramog'idagi voyaga yetgan o'quvchi yoki talaba sabab qo'shimcha to'lov olayotgan oilalar uchun kerak bo'lishi mumkin. Ko'p hollarda bola yomnizdagi yoshga to'lgach to'lov avtomatik ravishda davom etmaydi. Agar u kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum yoshgacha to'lov davom etishi mumkin, lekin buni o'qish joyi tasdiqlashi kerak. Masalan, ota vafot etgan, ona 2 farzand bilan qolgan. Katta farzand 18 yoshga to'lgan va kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiyapti. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmasa yoki elektron bazada o'qiyotgani ko'rinmasa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov kamayishi mumkin. Oilada oldin 2 farzandga hisoblangan pul endi bitta farzandga hisoblanib qoladi. Bu o'yiga masalan 30 ming, 5 ming yoki undan ko'p farq qilishi mumkin. 1 yil davomida esa bu sezilarli mablag' bo'ladi. Yana bir misol. Talaba sirtqi bo'limga o'tib ketgan, lekin oila hali ham kunduzgi o'qish asosida to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun faqat to'lov to'xtamasin deb emas, balki ortiqcha qarzdorlik paydo bo'lmasin deb ham ma'lumotni to'g'ri berish kerak. Agar farzand akademik ta'tilda bo'lsa, o'qishdan chetlashtirilgan bo'lsa, boshqa ta'lim shahriga o'tgan bo'lsa, buni yashirmaslik kerak. Chunki bugun yashirilgan ma'lumot ertaga katta qarzga aylanishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi odamlarni ogohlantiraman. Pensiyasiga ustam olayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik to'lovini olayotgan oilalar, nogironlik bo'yicha nafaqa yoki pensiya olayotganlar, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotganlar, kommunal kompensatsiya yoki subsidiya olayotganlar, qaramog'ida kunduzgi o'qiyotgan farzandi borlar, yolg'iz yashovchi keksalar, nogiron bolani parvarish qilayotgan ota-onalar. Agar siz mana shu guruhlardan biriga kirsangiz, menga tegishli emas deb o'tirmang. Kamida ma'lumotlaringizni tekshiring. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz hech qanday qo'shimcha to'lov, ijtimoiy yordam, subsidiya, kompensatsiya yoki ustama olmayotgan bo'lsangiz, oilaviy holatingiz o'zgarmagan bo'lsa,
o'qiyotgan qaramog'ingizdagi farzand bo'lmasa, nogironlik hujjati muddatsiz va ba'zida to'g'ri ko'rinsa daromad bo'yicha yordamga ariza bermagan bo'lsangiz, siz uchun bu masala shoshilinch bo'lmasligi mumkin, lekin baribir shaxsiy ma'lumotlarni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga ariza berganingizda kerak bo'lib qoladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik jihat, ma'lumotnoma olganingizning o'zi yetarli emas. U qayerga topshirilishi va tizimga kiritilishi muhim. Odam qo'lida qog'oz bor, lekin mas'ul tashkilot bazaga kiritmagan bo'lsa, to'lov baribir to'xtashi mumkin. Shuning uchun hujjat topshirganda albatta ariza raqamini, qabul qilingan sana va mas'ul xodimning izohini saqlang. Agar elektron topshirsangiz, portalda ariza holatini kuzating. Ikkinchi nozik jihat, ayrim hujjatlarning muddati bor. Masalan, oilaviy tarkib ma'lumoti eski bo'lsa, qabul qilinmasligi mumkin. O'qish joyidan ma'lumotnoma odatda joriy o'quv yili uchun beriladi. Tibbiy xulosa muddati esa alohida ko'rsatiladi. Daromad ma'lumotnomasi ham qaysi davr uchun olingani bilan ahamiyatli. 2023 yilgi ma'lumot bilan 2024 yoki 2025 yilgi to'lovni tasdiqlab bo'lmaydi. Shuning uchun hujjatni olgan amal qilish muddatiga muh yoki elektron tasdiqqa e'tibor bering. Uchinchi nozik jihat, ro'yxatda turish va amalda yashash har doim bir xil bo'lavermaydi. Masalan, odam Toshkentda ishlaydi, lekin viloyatda ro'yxatda turadi. Oila yordamga ariza berganda uning daromadi qaysi oila tarkibiga qo'shiladi, qayerdagi manzil asos qilinadi. Bu masalalarda chalkashlik bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda mas'ul tashkilotdan yozma izoh so'rash foydali. Og'zaki bo'ladi yoki bo'lmaydi degan gapga ishonib qolmang. Hujjat ishlari yozma dalil bilan yuradi. To'rtinchi nozik jihat, talabalik ma'lumotida ta'lim shakli juda muhim. Kunduzgi, sirtqi, kechki, masofaviy ta'lim bir xil huquq bermasligi mumkin. Ayrim to'lovlar faqat kunduzgi ta'lim uchun davom etadi. Shuning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma olganda unda talabaning familiyasi, tug'ilgan sanasi, kursi, ta'lim shakli, o'qishga qabul qilingan sana, o'qish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar haqiqatan ham o'qiydi deb umumiy yozilgan bo'lsa, ba'zi tashkilotlar qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. 5-chi nozik jihat. Nogironlik bo'yicha hujjat muddatsiz bo'lsa ham shaxsiy ma'lumotlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, yashash joyi o'zgargan, bank kartasi almashgan bo'lishi mumkin. Tibbiy xulosa bor, lekin yangi pasport ma'lumotlari bilan bog'lanmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Shu sababli men nogironligi bor fuqarolarga faqat tibbiy hujjatni emas, pasport, bank rekvizitlari va yashash manzilini ham birga tekshirtirishni maslahat beraman. 6-chi nozik jihat, ortiqcha to'lov xavfi. Ba'zi odamlar hujjatim yangilanmasa ham pul tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Bu juda xavfli fikr. Agar keyinchalik aniqlansa, siz ma'lumot o'zgargani vaqtida xabar qilmagan bo'lsangiz, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, farzand o'qishdan chetlatilgan, lekin boquvchisini yo'qotganlik to'lov davom etgan. 1 yil o'tgach 6 million yoki tekis million so'm ortiqcha to'lov chiqqani aytilishi mumkin. Shunda odam men bilmaganman desa ham hujjatda xabar berish majburiyati bo'lishi mumkin. 7-chi nozik jihat, bank kartasi va hisob raqami. Ba'zan odam hujjatlari joyida bo'ladi, lekin to'lov tushmaydi. Sababi karta muddati tugagan, hisob bloklangan, bank rekviziti o'zgargan yoki fuqaro boshqa bankka o'tgan bo'lishi mumkin. Bu ham 1 iyulgacha tekshiriladigan masalalardan biri. Ayniqsa pensiya va nafaqa oluvchilar kartaning amal qilish muddatini, SMS xabarlarini, bankdagi shaxsiy ma'lumotlar mosligini tekshirsin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan barcha to'lovlarni yozib chiqing. Pensiya, nafaqa, bolalar puli, moddiy yordam, kommunal kompensatsiya, subsidiya, ish joyidagi ustama, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi, nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha mablag'lar. Har birining yoniga nima sababdan beriladi deb yozing. Masalan, yolg'iz yashaganim uchun, farzandim o'qigani uchun, nogironlik bo'yicha kam ta'minlangan oila sifatida. Ikkinchi qadam, har bir to'lov uchun tasdiqlovchi hujjatni aniqlang. Yolg'iz yashash bo'lsa, yashash joyi va oilaviy tarkib ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Kam ta'minlanganlik bo'lsa, daromad ma'lumoti va oila tarkibi muhim. Nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa va uning amal qilish muddati muhim. O'qiyotgan farzand bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak.
Shunda siz keraksiz idoralarga yugurmaysiz. Aynan o'zingizga kerakli hujjatni olasiz. 3-qadam. Hujjatlarni qayerdan olishni biling. Yashash joyi va oilaviy tarkib masalasida mahalla migratsiya va ro'yxatga olish bo'limlari yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumot tekshiriladi. Daromad bo'yicha ma'lumot ish joyidan, soliq tizimidagi shaxsiy kabinetdan yoki mas'ul tashkilot so'roviga asosan olinadi. Nogironlik yoki tibbiy xulosa bo'yicha poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza yo'nalishi va tegishli tibbiyot muassasasiga murojaat qilinadi. O'qish joyidan ma'lumotnoma universitet, kollej, texnikum yoki maktab ma'muriyati orqali olinadi. 4-qadam. Hujjatlarni topshirganda oddiy ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan qo'shimcha to'lovlar to'xtab qolmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlarimni va tasdiqlovchi hujjatlarimni tekshirib, elektron bazaga kiritishingizni so'rayman. Albatta, arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport yoki ID karta ma'lumoti, telefon raqami, yashash manzili, qaysi to'lov bo'yicha murojaat qilayotganingiz aniq yoziladi. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 5-qadam. Hujjatlarning suratini telefonda saqlang. Lekin faqat telefonda emas, imkon bo'lsa qog'oz papka ham qiling. Papkada pasport nusxasi, pensiya yoki nafaqa hujjati, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, daromad ma'lumotnomasi. Oilaviy tarkib ma'lumoti, bank rekvizitlari alohida tursin. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda eng ko'p vaqtni aynan hujjat izlash oladi. Ertaga xodim mana shu hujjat kerak desa, siz darrov ko'rsatasiz. 6-qadam. Iyulgacha muddatli hujjatlarni alohida tekshiring. Agar tibbiy xulosa iyun oxirida tugasa, qayta ko'rikni oldindan boshlang. Agar talaba yozgi semestrdan keyin kursga o'tishi kerak bo'lsa, o'qish joyidan joriy holatni tasdiqlating. Agar ish joyingiz o'zgargan bo'lsa, eski va yangi ish joyi daromad ma'lumotlarini solishtiring. Agar oilada nikoh, ajrim, tug'ilish, vafot, ro'yxatdan chiqish kabi o'zgarish bo'lgan bo'lsa, oilaviy tarkibni yangilang. 7-qadam. Rad javobi bo'lsa, og'zaki gap bilan to'xtamang. Yozma javob so'rang. Nima sababdan to'lov to'xtagan? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi ma'lumot noto'g'ri? Qaysi muddatda tuzatish mumkin? Bularning hammasi aniq bo'lishi kerak. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga, davlat xizmatlariga yoki sudga murojaat qilish ham osonlashadi. Hujjat ishida eng kuchli himoya bu tartibli yozilgan ariza va qabul qilinganini tasdiqlovchi dalildir. 8-qadam. Agar keksa ota-onangiz, nogironligi bor qarindoshingiz yoki hujjat ishini tushunmaydigan qo'shningiz bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p odamlar pulini huquqi yo'qligi uchun emas, hujjatni vaqtida yangilamagani uchun yo'qotadi. Ayniqsa yolg'iz keksalar, qishloqda yashaydiganlar, internetdan foydalana olmaydiganlar. Talaba farzandi boshqa shaharda o'qiyotgan oilalar ko'proq qiynaladi. Ularga bir marta yordam bersangiz, bir necha oy yoki bir yil davomida to'lovlari saqlanib qolishi mumkin. Demak, 1-iyulgacha eng muhim vazifa bu to'lovlaringizni emas, ularni tasdiqlab turgan ma'lumotlarni tekshirish. Eng ko'p uchraydigan 4 ta hujjat, yashash joyi va oilaviy tarkib ma'lumoti, daromad yoki ish haqi ma'lumoti, nogironlik yoki tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma. Hammasi hammaga shart emas, lekin siz olayotgan qo'shimcha to'lov qaysi asosda berilayotgan bo'lsa, o'sha asos hujjatda va elektron bazada to'g'ri turishi kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq papkangizni oching, hujjatlarning sanasini ko'ring, muddati tugayotganlarini belgilang, kerakli idoraga murojaat qiling. Bir kunlik e'tibor sizni bir necha oylik ovora bo'lishdan va pul yo'qotishdan saqlaydi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat sabab to'lovingiz to'xtagan yoki qaysi ma'lumotnomani talab qilishgan? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarning qo'shimcha to'lovlarini saqlab qolishi mumkin.